Assalomu alaykum hammaga. Короче, ismini o'ylab topmadim. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun mening birinchi videoyim. Bugun butun Toshkent bo'ylab ingliz tilini biladigan bolalarni qidirib yuramiz va ular bilan gaplashib, bu narsa qiziqarli narsa qilamiz. Oxirigacha ko'ringlar videoni. Jigarim Javohir bilan, короче, qayerga yo'l oldim? Bevshi o'quv markazimizga oldim. Bevshi qizlar emas, qizlar yo'q hayot. Xullas o'rtoqlar, shunday qilib sevgi tugadi. Matiz ko'rsat. Matizcha okila mujik bo'lishadi-da, o'zi bor. Matiz hamchi hammaga ham emas. Assalomu alaykum. Safiyagacha. 5 ming. Biz ingliz tilida gaplashib biladigan odam topishimiz kerak edi. Shuning uchun ham biz Internationalga yo'l oldi. Lekin Internationalda bizlarni nima kutib turganini videoning davomida bilasizlar. Assalomu alaykum. Kilosni qancha vaqt to'g'ri qilib beradi? Qanaqa sort to'g'ri? Karolevskiy. Eng shirini qaysi? Nech pul bor? 80 ming. Bo'lishchi. Bo'lishi. Nechi kilo? Mana bitta qaraylik. Yo, rahmat. Kam, unaqa bo'lmalaring lekin u. Короче, klubning 80 ming ekan, Universal bozorda. Mana. Bitta foydali ma'lumot sizlarga. Mana interga keldim va ataylab o'zim bilan bir xil levelda bo'lgan intermediate leveldagi odamni topib unga savol berdim. Qanaqa javob berganini o'zinglar ko'ringlar. Bitta savol beraman, ingliz tilida javob berishni. How it feels to be a person who lives in Uzbekistan but knows English? Tushunmadingizmi? Xudoyor sen Brat hayajonlanganlardan tushunmadilar, menimcha o'shaning uchun boshqasidan so'raymiz. Assalomu alaykum, brat, charchansan. Video tushyapsan. Yo, siz basharagan ko'rmaydi, просто. Voy, tushbering unaqa. Xullas, na ingliz tilida javob berishdi, na oddiy videoga tushib berishdi, o'shaning uchun ovqatlangan kirib chiqamiz dedik. Hop, biz короче Luxda inglizchada order beramiz. U zakaz qilamiz narsa. Mana ketdi. Hi sir, how you doing? You good? I can speak English. You can speak English, right? Yeah. For what is a man? Smart 33,000. What about the combo? Smile say, right? Yeah. Alright, let's do it. For me, smile box, cheese fries, and Coke. Coke? Yeah. 05? Yep. Alright, thank you man, I appreciate it. Xullas, gap bo'lishi mumkin emas. Lukda kassada turadigan bratingizni yaxshi bilar ekanlar. Agar Luk administratorlar ko'rayotgan bo'lsa, oyliklarini ko'tarib beringlar. Короче, bizlar to'yganskiy. Xullas, mana qorinam to'ydi. Qarasa Interdan bir foyda ko'rmayapmiz. Shuning uchun birato'lasi Toshkent Cityga borib, o'sha yerda ingliz tilini biladigan bolalarni qidiramiz deb Toshkent Cityga yo'lga tushib ketdik. O, agar mana 100 mingta подписчик bo'lsa, shaqqa tushib ko'raman. 100 mingta qachon bo'ladi o'ylaysan? Hozir qor yo'q. Ish anaqasiz va Hojiboyevsiz. Samolyot kutaman. Kuldirmagin, tishim qiyshuvdi. So'kib yubordilar. Metroda so'kib tashashdi. Abdulla Qodirov kimligini bilmas ekan. Va yoshi katta yo'lovchilarga joy bering. Xalq artisti. I'm so sorry man. You speak English? Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? No, right? Alright, thank you. Shit, I want to talk to someone in English, but no one knows English in Uzbekistan. Hell no, bro. O'zbekiston juda ham go'zal davlat. Chunki mendagi bolalar yashaydi. Давай будем разговаривать на русском. Hop, biz qayerga ketamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bilaman, unaqa savol tug'ilmaydi, lekin tug'ilsa agar abort qilib yuboring. Nima bu hazil? Biz hozir masjidga ketyapmiz. Toshkent City'da hozir neferlarni topib, o'zimga o'xshagan neferlarni. Давай, нефор, давай! Ingliz tilida gaplashamiz. Hop, переход qilamiz. Ketdi. Hello, my brother. How you doing, man? You good? What's your name? What's your name? Where you from, brother? India, bro. Yeah, we're content creators. Can you speak English? English, yes, I speak English. Where you from? India. India. From English, right? What you doing here? You study? No. What? You living? Working? Tourist. You're a tourist. Where's in the city? Which place is your favorite in Uzbekistan? Magic City.
Magic City. Magic City yoqdi bular. Damn, what the 3.5 million, bro? That's crazy. Короче, biz hozir hindistonliklarni ko'rib qoldik. Bittasida 3,5 million ta подписчик bor ekan. Ular nima deydi? Eng yaxshi ko'rgan joyimiz Magic City deydi. Joyini topibdi ular. Bro, you speak English? You speak English? Yo, o'zbek. O'zbekisizlarmi? Ingliz tilini bilmaysizlarmi? Вообще bilmayman. Ne o'rganysizlar? Ishoninglar, ingliz tilini qiladigan odam qidirib yuribmiz, topolmaymiz uni. Qoladi akam bratdan. Ha, xo'p, rahmat. Men bratdan so'rayman. Yo, bro, I'm so sorry. Can I record you? Can I record you on a video? Can I record you? You speak English? No. You don't speak English? You speak English? Damn, no one knows English. What the Aka, assalomu alaykum. Yaxshi sharchan. Короче, video olamizda. Navot ketayotgan bo'laman. Siz kelasiz. Voy, brat, Sodiqmisiz? Sizni tanib qoldi, rasmini cho'simadim deysiz, bo'ldi. Shunaqa bo'ladi. Ingliz tilini bilmaysizlar hech qaysinglar? Bilasizlarmi? Rostdan. Qaysi level? Qaysi level? Interda? Qaysi level? Intermediate? Really? I finished in the intermediate. You want to talk with me? Really? Yeah, I finished the intermediate, then I left. You have an else? What's that? What's a father? Nah, I got no IELTS. I don't give a IELTS, man. Speaking I haven't it. But I want to get an else. Well, what score you want to get? 7 or 7.5. 7.5? Yeah. Should I tell you what you got to do to get that? No. Okay. I don't know. I got no IELTS, bro. I had the same speaking as you, for example. But what you got to do is you have to listen too much. But you have to find something really interesting. Interesting for me to like sport, like saying that. For example, for me, it was rap. Rap? Yeah, like rappers. It was Favorite called- singer. It's XX-Tentacion, but he's outdated, you know. Everyone forgot about him. No one fucks with him now. That's why I would say. But I hate Drake. You feel me? I hate Drake. You'll be popular, man. I'm kidding. I got only 600 followers now. It's like Really? it's like a 3 months. Yeah, it's like 3 months now. For 3 months, yeah. It's alright. Mayli, bu videoda hazil-huzul bo'lyapti-yu, lekin ingliz tilini shuncha odam o'rganib, lekin hech kim gapirmayotganini rosa xafa qildi meni, to'g'risi. Teping, onasimga uchirib yuboring. O'zim yutib turaman. Uchirib yuboring, uchirib yubordilar, rostdan. Have a good night. Thank you, bro. Have a good night, everyone. Albatta, charchamanglar. Mayli, ko'ngil cho'ktiringiz, balkim shu skameykaga o'tirgan akalar ingliz tilini bilishar deb oldilariga borib ingliz tilida gaplashishga harakat qilib ko'ring. Someone speak English? No? Can you tell me where's the subway? No? Subway? Yeah, subway. Metro, you call it metro. This. This way? This one? Thank you, man. Appreciate it. Xullas, bugun taxminan 10 tacha odamdan so'ragan bo'lsam, ulardan faqat bittasi men bilan ingliz tilida gaplasha oldi. Конечно, bu meni juda ham xafa qildi, chunki men o'yladim, hamma ingliz tilini o'rganyapti, hozir hamma gaplasha olsa kerak. Hatto bir harakat qilishar desam, yo'q, kameradan uyalashyaptim, yo'q, shunchaki ingliz tilida gapirishdan uyalashyaptim, hech kim gapirmayapti. Xullas, bugungi missiya failed. Hozir ingliz tilini o'rganayotganlarga yagona beradigan maslahatim bu umuman uyalmaslik. Chunki agar siz uyalsangiz, butun umr yomon speaking bilan qolib ketasiz. Bu 100%. Shu bilan birinchi YouTube video Together. tugadimi? Tugadimi?